soya bergin. Mana 4-chi bo'lib turibsan budjetda. Ularga nima degan bo'ladi? Men uchun bir tragediya bo'lgan. Yangi xarid qilgan Tesla avtomashinangizni yoqib ketishgandi. Keyingi savolga o'tamiz. Qayerdan shu ma'lumotlarni olasizlar? Kamola Nazarova o'zbek oligarxlarining uyini Endi mayli ochiq muloqot. Biz meni ko'rib faxrlab o'tgan bo'ladi. hayotda nimadan ko'proq qo'rqasiz? Aytmayman uni gonorarini. Yotoqxona 18+ qilib qo'yishimiz kerak. O'zbekchiligim baribir o'zbekmiz. Bugungi podkastimizda ularning nomlarini aytmaymiz, maxfiy qolishi uchun. Lekin qo'yishga xohlamayman bu narsani. Bor sharoit yo'q, kompyuterlar MP4 nima? Hozirgi dizaynerlarga ham oson, ham qiyin. Haligi rasmni olganda men bir o'ylab ko'ray deganda shu bilan yo'q bo'lib qolgan. Bugun studiyamizda Toshkent shahrining, nafaqat Toshkent shahrining, balkim O'zbekistonning tashqi ko'rinishining go'zallashishiga o'z hissasini qo'shgan taniqli arxitektor, dizayner, Renessans dizaynerlik studiyasi asoschisi Kamola Nazarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamola Nazarova, keling bugun siz bilan dizaynerlik sohasiga ilk qadamlaringiz haqida gaplashamiz. Mayli, ilk qadamim menimcha shu Kamoliddin Behzod nomli rassomchilik va dizayn institutiga kirishim deb o'ylayman. Chunki o'zi bu institutga kirishimdan oldin aviatsiyoniyda o'qiganman. Aviatsiyoniyni bitirib, aviatsiya sohasiga O'zbekiston havo yo'llarini upravleniyasiga ishga kirganman, 2 yil ishlaganman. Baribir ham men ko'proq ijodkor odamman-da, ko'proq nima deydi, erkinlikni yaxshi ko'radigan, bir qanaqadir tartib, intizom tartib bor, lekin erkinlik anaqasida, nima doirasida bo'lgani ko'proq menga bir ma'qul kelganda. Shuning uchun haligi O'zbekiston havo yo'llarini upravleniyasida ishlaganimda menga 8 dan 8 gacha boyagi ish vaqti chegaralanishi, vaqtimni xohlasam, xohlamasam o'sha ishga borishim meni juda ham bir qiynab yuborgandi. O'shaning uchun bir kuni ishxonada o'tirganimda bir ob'yavleniyadan o'qib qoldim. Shu Kamoliddin Behzod nomli rassomchilik va dizayn instituti bo'lib ochilibdi. O'zi bo'lgan, bu fakultet bo'lgan. Institut bo'lib ochilibdi deganda srazu o'sha kunni o'zida shu institutga kiraman degan bir qanaqadir bir nima deydi, ishtiyoq paydo bo'lgan. Yugurib endi uydagilarimga borib aytganman. Uyimdagilar, ota-onam, "Qanaqa institut? O'zi mana 4 yil o'qiding, endi ishga kirding, ishlayapsan. Nima qilasan yana o'qib?" degan bir nima deydi, norozichilik bo'lgan. Lekin yo'q, baribir kirishim kerak. Mana shu meni narsam, chunki yoshligimdan chizishga, yoshligimdan bir narsalardan, bir haligi uydagi qo'l ostidagi narsalardan chiroyli narsalar yaratishga qiziqqanman-da. O'zi yoshligimda so'rashardi, "Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz?" deganda, endi u payt biz kichkinalik paytimizda dizayner sohasi yoki bir arxitektor tushunchasi bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham men bilmaganman, kichkina bo'lganman. Shunga katta bo'lsam odamlarni va o'sha insonlar yashaydigan bir makonni chiroyli qiladigan inson bo'laman derdim. Bu nima soha ekan deb endi kulishardi. Haqiqatdan ham hayot davomida juda ham shu narsani ko'p o'ylardim. Hayotim davomida boyagi insonlarni chiroyli qilishga ham o'z qo'limni urganman. Bu degani sochini chiroyli qilish yoki bir imij yaratish, kiyimini tanlab berish, haligi yuzini bir makiyajla qilish, shu sohada ham ozgina ishlaganman. Xullas, o'sha yoshligimdagi boyagi aytgan narsamga erishish ishtiyoqi juda kuchli bo'lganda, shuning uchun o'sha institutga kiraman deb turib olganman. Keyin haligi institutga hujjat topshirishga borganman. Juda ham qiziq voqea bo'lgan. Hozir eslasam haligacha ham kulgim qistiydi. Institutga topshirishga borsam qabul qilishmagan. Meni Kamoliddin Behzod nomli rassomchilik va dizayn institutiga kirishim uchun hujjatimni qabul qilishmagan. Nimaga qabul qilmaysizlar desa, endi qilgan ishlaringizni birinchi ko'rsating. Chizgan narsalaringizni ko'rsating.
shu institutga kirish uchun ham endi ijodiy imtihon bo'lar ekanda, haligi qilgan hamma ishlarni olib borar ekan. Uni men bilmaganman. Endi uyda rasm chizardim qiziqib, endi unaqa bir shug'ullanmaganman-da. Haligi o'sha joyda endi mayli chizishni bilaman, hop olib keling degan. Hop olib kelaman. Endi 3 kun qolgan haligi hujjatni topshirib yopilishiga 3 kun qolgan. Bo'ldi, olib kelaman deganman-da, endi qayerdan borib olib kelaman? Uyimdagi narsalar yetarli darajada emas, ular talab qilayotgan bir rasmlar emas. Hudojnik topganman, rassom. Haligi rassom masterskoyiga borganman-da. Haligi rassomga menga rasm chizishni o'rgating. Institutga kirmoqchiman. 3 kundan keyin yopilar ekan haligi qabul. Desam, rassom 3 kun shuncha payt qayerda eding degan. Shuncha payt o'rganmasdan 3 kunning ichida hozir chizasanmi? Mayli, nima bo'lsa ham o'rgating. Men shu institutga kirmoqchiman deganman. Qisqa muddat ichida. Qisqa muddat ichida. Keyin endi men senga 3 kunda hech narsa o'rgata olmayman. Men senga qalam ushlash bilan haligi planshet taxlashni o'rgatishim mumkin 3 kunning ichida degan. Mayli, hech bo'lmasa shuni o'rgating. Bir amallayman qolganini dedim. Keyin shu bilan men mayli dedilar, juda ham bir yaxshi rassom edilar. Ustoz baribir ham birinchi ustozim desa ham bo'ladi. Esda qolarli ustosiz. Hali to'g'ri o'tirib qalam ushlashi, haligi ranglarni, haligi planshetda taxlash, qog'oz tortishni o'rgatganlar. Endi vaqtim ketyapti. Bo'ldi, shu bilan bir 2 kunim o'tib ketdi. Nima qilishni bilmayman. Haligi institutga borish anaqam juda ham kuchli tinch qo'ymayapti. Uxlolmayapman. 2 kun uxlamadim. Esimga tushib qoldi. Keyin o'rtog'im bilan gaplashsam, meni ukam rassomchilik maktabiga boradi, balkim ishlarini olarsan deb qoldi. Zo'r taklif. Taklif berib qoldi. Har fursatdan foydalanib rahmat demoqchiman. Shu o'rtog'im ukasiga menga berib turganiga shu rasmlarni, undan rasmlarni yig'dim boyagi hudojnikdan. Menga eski rasmlaringizdan bering, va bekor yotibdi, men shuni foydalaning, sizga qaytarib olib kelaman deb haligi rasmlarni yig'ib olib bordim. Endi haligi odam bilib turibdi-ku, men chizgan rasmlar emas, qayerdandir yig'ib olib kelganman, chunki ular endi bitta ko'rishda bilishadi-da, bitta qo'ldan chiqqanmi yoki har xil bir rasmmi? Yo'q deydi, sen baribir ham deydi, anaqamni o'qib, endi biografiyamni, aviatsiyonni bitirgan ekansan. Yaxshi ishda ishlar ekansan. Nima qilasan bu institutda? Tayyor ishing bor ekan, maosh olar ekansan. Ma'lumotingiz bor ekan. Ma'lumoting bor ekan. Qo'ysangchi, nima qilasan? Ishlayvermaysanmi shu? Yo'q, dedim, men kirishim kerak. Bu seni ishlaring emas, desa, mayli aka, olavering, men o'rganib olaman. O'qishga odam o'rganish uchun kiradi-ku. Hech kim tayyor bo'lib o'qishga kelmaydi-ku. Olavering, o'qiyman, o'qish jarayonida o'rganaman dedim. Keyin haligi ishtiyoqimni ko'rib, mayli deb qabul qildi. Baribir kira olmaysan dedi menga. Agar kira olaman dedim, byudjetga kiraman yana dedim. Endi nima deydi, anaqa yunishskiy maksimalizm deydimi? Ambitsiyoznost, maksimalizm bor edi-da. Kiraman dedim. Agar dedim byudjetga kirsam, sizga salom ham bermay o'tib ketaman desam, kuldi. Mayli, ko'ramiz dedilar. Shu bilan topshirdim. Endi oldin ijodiy imtihon bo'ladi, keyin уже testovoy, ya'ni matematika, aniq fanlardan. Haligi ijodiy imtihon 3 kun bo'ladi. U yerda endi haligi mahoratingni ko'radi, domlalar chizishingni. Endi men faqat planshet taxlash bilan qalam ushlashni bilaman, xolos. Haligi imtihonda o'tirib, bolalarni chizayotganiga qarab, studentlar, o'sha abituriyentlarni chizishiga qarab o'rganib chizyapman. O'ta naturmort qo'yib qo'yishadi, o'shanga qarab chizishimiz kerak. Endi o'zimni nima deydi, biladigan qilib ko'rsatishim kerak. Bu yerda hamma nablюдательlar yuribdi. Qarab, meni endi chizishni zo'r biladi deb o'ylasin. Tan oldimdagilarga, sen men bitkimda soya bergin, men bitga sal ko'proq yorug'lik bergin, to'g'ri bo'ladi deb aql ham o'rgatib qo'ydim. Uni bir ko'rib, endi haqiqatan chetdan qaragan odam meni o'tirishimdan, haligi aql o'rgatishimdan bu rostdan ham biladi. Rassom ekan-da. Rassom ekan deb. Shunaqa qilib amallab imtihonni topshirib chiqdim. Haligi domla mendagi balkim sezgandirlar, misol uchun rasmni unchalik yaxshi, hali bir texnikasini yaxshi bilmasam ham, shu o'qishga bo'lgan nima deydi, jajdamni, ishtiyoqimni sezgan bo'lsalar kerak, imtihondan yuqori baho qo'yib berganlar. Chunki
ijodkor odam, istagi bor odam sразу bilinadi o'zini tutishidan, haligi ko'zini yonishidan. Shunaqa qilib shu institutga kirganman. Kirishimga to'g'risi faqat o'zim ishonganman. Ota-onam, "Baribir kira olmaysan, mayli harakat qilib ko'r, lekin kontraktga kirsang baribir o'qitmaymiz, sharoitimiz hozir yo'q, undan ko'ra ishlaganing yaxshi" deb, kontraktga kirsang o'qimaysan deganda, "Men onajon byudjetga kiraman" deganman. Negadir qanaqadir bir ichimdan ishonch bo'lgan. qattiq ishonch bo'lganda, endi men haligi institutni javobi chiqquncha har kuni ertalab Allohimdan najot so'rab, Xudo shu institutga kiray, byudjetga kiray, shundan boshlaydim. Yurgan yo'limda faqat najot so'rayirdim-da. Shu institutga Astoydil kiray, ezgu niyat bilan harakat xohlaganman-da. Endi mandat kuni уже javoblar kelgan, men bilan birgalikda endi bir nechta o'rtoqlarim, biz endi aviatsiyonda o'sha upravleniyada ishlab yurgan o'rtoqlarim ham boshqa institutlarga topshirishgan. Birma-bir aylanib chiqyapmiz. Endi hammaniki rad javobi bo'lgan. Oxiri meniki keldi. O'rtog'im o'shanda ham, dugonam, "Qo'y, sen ham baribir kirmagansan, yur ishga qaytib boramiz" desa, "Yo'q, men kirganman, yuringlar, menikini ham ko'ringlar." Endi spisk qilib qo'yadi-yu tabloda. Mandat, ro'yxat, talabalar. Ro'yxatidan oxiridan boshlayapman endi familiyamni qidirishga. Oxiridan qarayapman, yo'q, уже kontraktlar tugadi, kontraktda ham yo'qman. Bir payt dugonam ko'rib qoldi, "Komoli, mana 4-chi bo'lib turibsan byudjetda, faraz qiling, byudjetga 4-chi bo'lib, o'zi 6 tagina odam student olishgan byudjetga. 4-chi bo'lib turibman-da." Endi o'ttiga haligi baqirishimmi, haligi xursandligimdan yig'lashimmi haligacha eslayman-da. O'sha narsa menga shunaqa eng baxtli kunim, eng ilk qadamim deb o'sha kunni bilaman. O'sha kundan boshlangan. Juda ham xursand bo'lganman. Bo'ldi, o'sha kundan haligi ishga bormaganman. Bo'ldi, men institutga kirdim, men hamma narsani tashladim. Birinchi bo'lib ota-onamga telefon qilganman, "Men byudjetga kirdim" desam, ishonishmadi. Xullas uyda bayram. Shunaqa qilib mana yaxshi ham o'sha qadamni qo'ygan ekanman. Men hayotda o'z o'rnimni, xohlagan narsamni, xohlagan yo'nalishimdaman o'zimni juda ham bir anaqa his qilaman-da, vaqtim bekor ketmadi. O'zingizni orzuyingizda bo'lgan kasb. Orzuyimga erishgan kunim bo'lgan. Demak, institutni bitirib chiqqaningizdan keyin sizda albatta ish jarayoningizda birinchi loyiha. Esla olasizmi, birinchi sizni bir ilk qadamingizdagi loyihangiz haqida gapirib berish. Birinchi loyiham men uchun bir juda ham hozir endi kulib eslayman. O'sha paytda juda ham og'riqli bir nima deydi, bir tragediya bo'lgan. Birinchi mijoz menga uyini, landshaftini, uyini, hovli anaqasini, dizaynini buyurtma bergan. Endi birinchi buyurtma, Hayajon katta. Katta hayajon, hali bir tajribam yo'q, lekin qo'rquv ham yo'q. Men bu narsani uddalayman degan narsa o'zi hayotda bir nimani bilmasam ham qo'rquv bo'lmaganman. Mana shu yutug'im deb o'ylayman. Hozirgi endi boshlagan dizaynerlarga ham maslahatim, mana shu qo'rquv bo'lishi kerak emas. Qo'rquv bo'lmasa hamma narsani uddala olamiz. Qo'rquv bu to'siqda. Shu qo'rquv bo'lmaganning hisobiga haligi men uchun endi katta proyekt u. Landshaftni dizaynni qilish birinchi proyektim. Endi bizni payt endi hozir mana kompyuterlarda chiziladi-ku, juda ham texnika rivojlanib ketdi, har xil programmalar rivojlanib ketdi. Bizni paytda neyroset, da hozir juda ham oson. Hozirgi dizaynerlarga ham oson, ham qiyin. Oson tarafi ham bor, qiyin tarafi ham bor, albatta. Qo'lda chizilardik. Qo'lda chizardik. Har bitta ideyani qog'ozga tushirish, o'sha qo'lda chizib, rangli tasvir, qalam, kraskalar bilan chizib, qo'lda chizishi nimasi yaxshi? O'ylagan haligi fantaziyani har qanaqasiga tushira olasan-da. Chegaralanmagan imkoniyat. Tasavvuringizdagi. Tasavvurimdagi imkoniyat chegaralanmagan, chizaveradi.
Texnikada o'sha programmada chizish ma'lum bir anaqalari borda, chizishga qiyinroq bir modelli. Xullas, u yerda ozgina o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'shaning uchun biz o'sha qo'lda chizib, endi boyagi mijoz mundoq ko'rdida, endi u albatta foto misolida kutgan haligi dizaynni rezultatini. U uchun hali qo'lda chizilgan bir yosh bolani ishida, endi haqiqatan yosh bolani ishi, lekin farq mani fikrimda boyagi ideyani qay tarzda ko'rsatib berish, qo'lda chizibmi yo uni kompyuterda farqi yo'q, главное bu yerda ideya deb o'ylaymanda. Haqiqatan ham o'zi tegi negizi dizaynni ideya. Haligi ko'rganda, yo'q, menga bunaqa holati bo'lmaydi degan, menga rasm tayyor holatini ko'rsating, qo'lda chizilgan variant bo'lmaydi. Xo'p dedim, yo'q, men sizga hozir tushuntirmoqchi edim, men bunaqa qilmoqchiman, men bunaqa narsalar ishlatmoqchiman desam, unda mayli dedi, haligi fikrlarim yoqdi. Endi uni kompyuterda chizishni o'ylang. Endi u payt kompyuter yo'q, o'qishimizda ham bir sharoit yo'q, kompyuterlar MP4mi, MP3mi? Provet 8 lar. Pentium 4midi, shunaqa kompyuterlar bo'lardi. Xullas, haligi o'zim dizayner bo'lib, mijoz sifatida bir firmaga apellyatsiya qilganman, haligi ideyamni kompyuterda chizib berishligi uchun. Endi bu haq nima deydi? Bu Yengil ayyorlik. Shunaqa demoqchimiz. Yengil ayyorlikda emas. Hali u mijozdan men pul olmaganman, lekin men o'sha mijozni ishini qilib berishim uchun mutaxassisligi, boyagi kompyuterda chizib berishligi uchun qo'limdagi narsani pul to'lashim kerak. Endi bir amallab yig'ib, yo'q qilib to'ladim, haligini chizdirdim, tayyor holatida olib borsam, shu pulimni keyin berganda bir yopilib ketadi degan ma'noda. Haligi rasmni olganda men bir o'ylab ko'ray deganda, shu bilan yo'q bo'lib qolgan. Na telefon qilib uni, na adresini bilaman. Xullas, birinchi meni aldash, birinchi haligi nima deydi, zakazimdan bo'lganda, aldov bilan boshlangan birinchi proyektim. O'shanda nimani his qilgansiz? Men uchun o'sha paytda endi baribir ham qanaqadir bir mehnat qilasan, qancha yugurasan, tim bo'li hali yoningdan boyigiligi to'lading, uni talabini bajarishim uchun men qancha harakat qildim. O'zi endi o'qishni bitirgan bir studentman. Shu bilan Hafsala o'lgan. Hafsala o'lgan, muzdek bo'lganman. Xullas, разочарование, nima deydi? Afsuslanish. Afsuslanish emas. Qanaqadir bir birinchi anaqamni xursand bo'lib topshiraman desam, aksinchasi bo'lganda. Aksi bo'lgan. Haligi aldanish, boyagi aldab ketgani, voy dedim, shunaqa ham nohaqlik bo'ladimi? Shuncha mehnat qildim-ku. Endi men uni hozir eslab, haligini yaxshiyam mayli shu narsalardan sirazu birinchi bo'lib o'tib olgan ekanman. Bu narsalar juda ko'p hayotim davomida keyin o'rganib ham qoldim. Chunki u paytda haligi voy 4 ta qog'oz uchun men shuncha pul to'laymanmi degan fikr bo'lardi, tushuncha bo'lardi odamlarda. Men o'zim dizaynerman, o'zim qilib yuraveraman. Men misol uchun bu chizgan narsaga shuncha narsa pul ajratmayman degan fikrlar bo'lardi. Pul bergiliga kelmasdi-da bir shu dizaynga. U hozir dizaynsiz, loyihasiz hech kim o'sha tushunib qoldi bu qanchalik qulaylikligi, qanchalik bu xarajatni anaqa qilishi, tejash, puxta reja, vaqtni tejash va har bitta sohani o'zini mutaxassisi qilish kerakligiga hozir endi yetib keldik bu narsaga. Oldin uncha odam dizayn desa uncha anaqa qilishmasdi. Xullas, mana shunaqa qilib birinchi proyektim menda bir shunaqa taassurotda qolgan. Albatta siz o'sha paytlari endi boshlagan, o'z ilk qadamini boshlagan yangi dizayner edingiz. Hozir Kamola Nazarova. O'ziga yarasha reputatsiya, o'ziga yarasha statusga ega. Aynan hozirgi davrda shundoq klientlar uchrab turadimi, mijozlar? Yo'q, hozir uchramaydi, chunki 20 yildan beri agar bu sohada
ishlab kelyapman, faoliyat yuritib kelyapman. Mijozni shu xonamga kirib bir ikki og'iz gaplashganimda уже bilaman. Bu mijoz menga proyekt zakaz qiladimi yo'qmi? Yo shunchaki keldi просто narx navo bilish uchunmi yo bo'lmasam boshqa bir anaqada kelganmi? Уже bittada bilaman. O'shanga qarab men уже сразу nima deydi? Xulosa qilasiz. Xulosa ularni ichki qilaman, hissiyotini bilasiz. shunga qarab qadam bosaman. Odamni уже keladigan mijozlar ham уже bilib, meni ishimni ko'rib, tajribamni bilib, mijozlarni o'zi ham уже yillar davomida уже saralanadi. Saralanib boradi. Demak, yillar davomida orttirgan tajribangiz bilan siz уже hozirgi keladigan mijozlaringizni ichki hissiyotidan, tashqi ko'rinishidan, muloqotidan, ikki og'iz so'zidan o'zingizga xulosa qilib, kim bilan ishlash mumkin, kim bilan ishlash mumkin emas. Albatta. Shunga qarab xulosa qilaman-da, shunga qarab qadam qo'yaman. Dizayner bo'lish, menimcha bu dizayner o'zi kasbi, bu bir ijodkor. Chunki har doim ijod qilish kerak. Dizaynerlar umuman olganda dam olishadimi? Dizaynerlar o'zi qilayotgan ishidan maza qilib dam oladi. Bu ish dizayner sohasi, agar o'z sohangni yaxshi ko'rsang, sen ishlamaganing bo'ladi, sen o'sha dam olganing bo'ladi deydi-yu. Men shunchalik o'z sohamni yaxshi ko'ramanki, men haligi bo'layotgan narsalarni, ideyalarimni ro'yobga chiqayotganini ko'rib, haligi chizayotgan uylarim qurilayotganini ko'rib, shuni o'zi menga juda ham katta bir anaqa beradi. Nima deydi? Dam olaman, kuch beradi-da. Biz sizni ancha yillardan beri kuzatib boramiz. Instagram sahifangizda hech bo'lmaganda har bir chorakda ikkita davlatga borib kelasiz. Ya'ni sayohat, agar dizayner shunchalik ijodkor bo'lsa, shunchalik ishiga kuch bag'ishlasa, qachon vaqt topasiz shunday sayohatlarga borish yoki bo'lmasa buni ham o'ziga yarasha bir usuli bormi? Albatta. Sayohat biz uchun, dizaynerlar, ijodkorlar uchun bu ilhom oladigan bir proses. Har sayohatga borganimizda, har yangiliklarni ko'rganimizda ilhomlanamiz, qayerdandir nimadir o'rganamiz, malaka oshiramiz. Demak, siz sayohat qilishingiz bu aslida malaka oshirishim. Chunki baribir ham qanchalik bu anaqa bo'lmasin, to'g'risini aytaman, biza uchun shkola bu baribir ham bizni qayerdandir haligi Yevropadanmi, bir chet davlatlardan andaza olamiz baribir ham. Buni ko'p dizaynerlar tan olmaydi, lekin qanaqadir bir baza deydimi, haligi negizini olamiz qayerdandir asosida. Yoki turtki bo'ladi. Misol uchun Yevropa davlatlarida yurganingizda ahamiyat bergan bo'lsangiz, necha asr oldin qilingan haligi toshli qo'l ishlarini ko'rib, odam hayratda qoladi. U payt na texnika bo'lgan, na bir qanaqadir bir asbob uskunalar bo'lmagan hozirgidek-da, lekin qo'l mehnati bilan shunaqa bir narsalar yaratishganki, haligacha ham uncha-muncha bir usta u narsani qila olmaydi. Shu narsalarni ko'rgan saring, shuna har xil yangiliklarni, har xil bizda yo'q narsalarni ko'rgan saring, sen o'sha narsani bizda ham bo'lsin, bizda undan ham zo'r bo'lsin deb olib kirging keladi bu yerga. Shu yerda qo'llaging keladi. O'sha narsani bizani talqinda, bizani o'zbek milliy yo'nalishida, ko'rinishida qaysidir detallarini foydalanging keladi. O'shaning uchun sayohat bizaga umuman insonga sayohat bu o'sish, bu kengayish degani. Sayohat juda ko'p narsa beradi. Dunyo qarashingni kengaytiradi sayohat. Har bitta borgan joyingdan nimadir olasan, urug' olasan, qanaqadir bir saboq olasan. Hayotda kerak bo'ladigan, ayniqsa dizaynerlik sohasida kerak bo'ladigan bir katta saboq olasan. Kamola Nazarova, hozirgi Kamola Nazarova qimmat dizaynermi yoki gaplashsa bo'ladigan dizaynermi? Qimmat dizayner. Menda bunaqa tushuncha yo'q. Men to'g'ri o'zimni
vaqtimni, o'zimni fikrlarimni, ideyalarimni arzon bepul bergim kelmaydi. Bu haqiqatdan mani necha yilgi mehnatim turibdi buni orqasida. Necha yilgi tajribam turibdi. Mani orqamda menga yordam berib, menga yelkama-yelka yordam berayotgan jamoam turibdi. Men u jamoamni nima deydi, bir tekinga hech qanday bir anaqasiz ishlatishga yo'l Ishga qo'ya olmayman, jalb jalb qila qila olmayman. olmaysiz. To'g'ri, moddiy Albatta tomondan. har bitta narsani anaqasi bo'lishi kerak, nima deydi, atdacha bo'lishi kerakmi? Endi qimmatdan deyolmayman, chunki bir xil payt shunaqa holatlar bo'ladi. Mijozni haligi holatiga tushasan, sen ham dizayner, ham mijoz bo'lib ko'rasanda. Endi Mijozni xohlayapti. o'rniga o'zingiz qo'yib ko'rasiz. Mijozni o'rniga qo'yib ko'rasan. Juda ham xohlayapti shu narsa bir zo'r chiqsin, mutaxassis qilsin, u qo'lidan kelmayapti, haligi tikayotgan puli unga bir plus olib kelsin degan ma'noda qilyapti, lekin sharoiti ko'tarmayapti. Agar u narsa qiziqtira olsa, mani misol uchun bir qiziq proyekt bo'ladimi yoki bir o'zi bo'lib qoladi, ko'nglimga yoqib qolib qanaqadir, men bu moliyaviy tarafiga qarab o'tirmayman, men qilaman u ishni. Kerak bo'lsa bir xil payt, chunki o'zim uchun agar yengil, qiziqarli proyekt bo'lsa, o'zim uchun ham qilaman u narsani. Nafaqat mijozga yordam bo'lsin deb yoki kimdir misol uchun sharoiti yo'q, lekin bir maslahatim kerak, unaqalarga men srazu yo'q deyolmayman. Qo'limdan kelgancha qilaman. Siz mijozlaringizga nisbatan moslashuvchanmisiz yoki qat'iyatli? Kerakli joyda qat'iyatliman. Shunaqa holat bo'ladiki, qat'iyatli talab qiladi. Chunki mijozlar shu proyekt davomida uni oxirini, natijasini ko'ra olmasdan turib, nima deydi, vaqtli xulosa qilib qo'yishadi-da, ko'p xatolikka yo'l qo'yib qo'yishadi. Oxirini kutmasdan. Yoki bo'lmasam bir texnicheskiy momentlarida ekonomik qilib yoki bir xullas noto'g'ri bir anaqa qilib qo'yishadi. O'sha yerda agar bu narsa proyektga katta bir ta'sir o'tkazayotgan bo'lsa yoki bir noto'g'ri narsa mutaxassis sifatida men tushunib turibman, lekin mijoz tushunmayapti. O'shanda men qat'iy anaqa turib olaman. Yo'q, shu narsani qilish kerak. Chunki bu narsa mana narsalarga ta'sir qiladi. Agar sabringiz bir xil payt bo'ladi, sabri chidamaydi yoki bo'lmasam moliyaviy tarafdan ortiqcha anaqa qilgisi kelmaydi, chunki u natijasini ko'ra olmayapti, bila olmayapti. Shunaqa payt vaqti kelgan shunaqa momentlar, agar sizga mabodo natijasi yoqmay qolsa, men o'zim yonimdan to'layman, lekin shu narsani oxirigacha ham qilib berishimga yo'l qo'yib bering yoki imkoniyat bering deb turib olaman. Shunaqa bir holatlar ko'p bo'ladi. Uni oxiri natijasini ko'rish, deb keyin tushunib, yaxshi ham o'sha qat'iylik bilan janjalgacha boradi, xafagarchilik bo'lgan momentlar, shunaqa voqealar shunda turaman. U agar proyektga juda qattiq ta'sir qilsa. Lekin moslashuvchanligim men endi ham dizayner sifatida boya aytib o'tganimdek, ham mijoz sifatida bo'lib ko'raman-da. Mijozni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'rasiz. Mijozni o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman. Haligi mijozni holatiga kirib ko'raman. Mijozlarni ko'pincha shunaqa bir momenti bo'ladi. Uy qurishni boshlaganda endi mablag' bo'ladi. Misol uchun boshida ayamasdan kerak emas narsaga sarf qilishadi-da. Sekin уже oxiriga yetganda, bezash jarayoniga kelganda, ayni natija yuzaga chiqadigan paytida. O'sha yerga именно pul tikish kerak bo'lgan joyida tejashni boshlashadi. Endi uni ham tushunaman, chunki har qayerdan ham hisobini olmagan bo'ladi yoki bu narsalarga shart emas degan bo'ladimi, xullas. O'sha payt sezaman, endi sal oqsoqlanishni boshlashadi-ku. Endi men ham endi mijoz holatiga kiramanda, ki shu xohlayotgan narsani mayli o'sha boshida chizganimdek emasda, shuni alternativa
То есть shunga o'zgartirish bilan birgalikda sal shunga arzonroq moslashtirib o'sha yerda qanaqadir bir tejab haligi u ham xursand bo'lsin, mani ham proyektim o'sha ko'ngildagidek bo'lsin deb qanaqadir murosaga kelib moslashishga majbur bo'laman. Kamola Nazarova hozir kuchli statusga ega, taniqli bir dizayner sifatida xalq tiliga tushgan. Biz sizni o'rganish jarayonida shu narsaga e'tibor berdikki, o'zbek juda ham katta oligarxlardan biri sizga o'z uyini qurishda, ya'ni Yevropada uyini qurishda sizga buyurtma berishgan ekan. Shu gap rostmi? Qayerdan shu ma'lumotlarni olasizlar? Endi mayli, endi bugungi podkastimizda ularning nomlarini aytmaymiz, maxfiy qolishi uchun o'ziga yarasha konfidensialnost deyiladimi, lekin shu haqda to'xtalib o'tsangiz. Eshitishimiz bo'yicha tam juda ham katta gonorar bo'lgan ekan. Aytmayman uni gonorarini. Keyingi savolga o'tamiz. Yo'q, bu haqda biz bilishimiz kerak. Yo'q, gonorarini aytolmayman. Yo'q, protsess to'g'ri jarayonini aytib berishim mumkin. Haqiqatdan ham shunaqa bir proyekt bo'lgan. U mijoz necha yil davomida endi o'sha Yevropa davlatiga bir oilasi bilan ko'chib ketgan, yashayotgan bo'lgan. Lekin baribir ham O'zbekiston muhitini sog'ingan bo'lgan. O'zbekiston muhitini, shu Toshkentdagi o'zini uyidagi boyagi atmosferani endi baribir sog'inadi. Musofirchilikni bilamiz hammamiz. Baribir ham mana 15 kunga sayohatga borsak ham sog'inib qolamiz. Misol uchun o'zimizning milliy taomlarimizni, ayniqsa esimda bor, Xitoyda 15 kun bo'lib aeroportda o'zidan mohora ichkim kelib qolgan. O'zi hayotda mohora yaxshi ko'rmayman, lekin shunaqa sog'inasan milliy taomingni, o'sha milliy o'zingni bir san'atingni sog'inasan. Shunga taklif bo'lganki, shu uylarini shu o'zimizni milliy jihozlar bilan jihozlab o'sha atmosferani yaratib berish. O'zini eski uy, buyodagi uydagi atmosferani o'sha yerga ko'chirish. Buning sababi nimada bo'lgan? Faqat sog'inch deb o'ylaysizmi? Yo'q, menimcha faqat sog'inchda ham emas. Bu yerda sababi shu bolalariga endi Yevropa davlatida baribir mentaliteti, Yevropa mentaliteti baribir bizani mentalitetdan ancha farqli-da. Uni sababi shu o'zbekchiligim, baribir o'zbekmiz, millatimiz ming qanaqa joyda yashamasak ham haligi o'zbekligimizni bolalari to есть ko'rsin, shu narsani ko'zi o'rganib o'ssin, unutib qo'ymasin, urf odatlarimizni bilsin, shu muhitda katta bo'lsin, boshqa davlatda bo'lsa ham ajoyib bir manzarada oynani ochsang bir Yevropa ko'chalari bir boshqacha bir manzara. Oynani yopib bundoq ichkariga qarasang xuddi bir O'zbekistondan ketmagandek. O'sha ko'rpachalar, xontaxtalar, bir shunaqa muhit. Bu o'sha bolalarini, bu kelajagini shu o'zbek muhitida o'sishi, qattiq bo'lishidan qat'iy nazar shunchalik vatanini yaxshi ko'rishi, o'zini millatini yaxshi ko'rishi, urf odatini yaxshi ko'rishidan dalolat deb o'ylayman. Juda ham qiziq bo'lgan. Italiya dizayneri bilan birga ishlaganman. Demak, tushunishim bo'yicha u oligarxning uyida bir nechta dizaynerlar. Bir nechta dizaynerlar ishlaganmiz. U endi menga juda ham bir katta saboq bo'lgan, bu juda ham katta tajriba bo'lgan, juda ham katta faxr bo'lgan. Haligi Yevropa dizayneriga o'zimizni milliy naqshlarni chizib beryapman-da, shu narsani o'sha plitka anaqasida chiqarib berish kerak bo'lgan. Devoriga abo'y qilib berish kerak bo'lgan. Haligi uzorlarimizni ko'rib shunaqa endi u ham yoqyapti, xursand bo'lyapti, boyagi zo'r narsa chiqyapti deb ilhomlanyapti. To есть o'sha o'zbek bir tomondan ishingizni ko'rsatgansiz, ikkinchi tomondan dizaynerga, hattoki bilmagan o'sha Italiya dizayneri balkim O'zbekiston davlatini qatdanligini bilmagan, lekin siz o'sha naqshlar orqali mana shunaqa davlat bor. Nafaqat ish jarayonida o'zingizni faoliyatingizda kuchingizni ko'rsatgansiz, balkim O'zbekistonni o'sha Italiya dizaynerlariga tanitgansiz.
o'sha tanishgan. Bu qaysi viloyat uzorlarini u qiziqib so'raydi. Ular judayam qiziquvchan, izlanuvchan bo'ladi. Ulardan ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Lekin shundan faxrlanganman. Haqiqatan bizani milliy qadriyatimiz, milliy uzor naqshlarimiz Yevropa davlatida ham bir aktualniligini meni juda ham ilhomlantirdi. Shuncha yil tajribada har xil mijozlar bo'ladi. Sizni tushunadigan mijozlar, ikki og'iz so'z bilan bir-biriga chiroyli bir kommunikatsiyaga kirib, ishingiz tez bitadigan mijozlar. Shunaqa mijozlar ham bo'lganmi? Noodatiy loyiha bilan sizga murojaat qilishgan. Bo'lgan. Lekin uni qanchalik to'g'ri bo'larkan hozir aytib berishim. To'g'ri bo'ladi. Gapiravering. U mijozim meni ko'rayotgan bo'lsa, xafa bo'lib qolmasmikinlar deymanda. Xullas, noodatiy yosh oila bo'lgan. Yosh oila endi uyini dizaynini zakaz qilishyapti. Men ham endi u endi boshlagan dizayner emas, bir 5-6 yil, bir 8 yillik tajribali dizaynerman. Ancha-muncha proyektlarni qilganman. Xullas, buyurtma berishyapti. Uyini dizaynini qildim. Ish jarayonida endi oila er-xotin kelishardi ofisimizga haligi protsessda qatnashib turishardi. Keyin bir kun endi ular yosh oila haligi erini sher timsolida ko'rar ekanda. O'zi sherlarni yaxshi ko'rar ekan. Shu sher oyida tug'ilganman. Xullas, qatga bo'lsa o'sha sherni timsolini qo'yib bering, sher timsolini qo'yib bering deb so'raverishardi. Xullas, yotoqxona 18+ qilib qo'yishimiz kerak. Montajyorlardan 18+ qilishini so'raymiz. Yotoqxonasini dizayniga kelganda endi obsujniy qilyapmiz. Bizga shu kravatni shunday burchagiga bitta anaqa qilib bering, ilmoq degan. Endi men dizaynerman-u. Ilmoqni shunday qo'yib qo'ya olmayman. Men uni ijod qilib bir ilmoq bo'lsa, endi u nimadir funksiyani bajarish kerak. U ham chiroyli ko'rinishi kerak, ham qanaqadir bir funksiyani bajarish kerak deb haligi uni yoritqich sifatida ikkita chetga katta sherri qilib, haligi burnidan boyagi ilmoqni uni yoritqich sifatida qo'yib berganman-da. Endi xursandman, endi zo'r ideya qildim. Hali yosh oila keladi-da, xursand bo'ladi meni qilgan narsamni ko'rib. Voy, zo'r qilibsiz deydi deb endi kutyapman. Endi shunaqa bir o'zimni ishimdan o'zim xursand bo'lib ketyapman. Kelishdi. Bir payt ikkalovi bir-biriga qarab rosa kulsa-da ustimdan-da. Hech tushunmayman, nimaga kulyapti bular meni ustimda. Men там faxrlanib bu narsani. Я смотрите, что вам придумала. Я вот это вот сделала deb faxrlanib aytsam, kulishdi, ustimdan rosa kulishdi. Tushunmayapman-da, haligacha ham tushunmayapman kulishayotganini. Keyin endi xo'jayini chiqib ketgandan keyin haligi ayol tushuntirdi, nimaga so'rashgan, kichkinagina. Xullas, endi o'sha soddaligim bor ekanda, men ham Tushunmagansiz ularni xohishini, ehtiyojini. Shunaqa voqealar ham bo'lib turadi. Endi juda ko'p noodatiy, endi hozir bir aytolganim bu. Juda ham kulgili holat ekan. Demak, har xil mijozlaringiz bo'lgan. Har xil mijozlar bo'ladi. Qo'mol Nazarova, agar shunday imkoniyat bo'lsa, albatta mijozlar bilan ochiqdan-ochiq bu haqda gaplasha olmaysiz, lekin efir orqali mijozlaringizga nima degan bo'lardingiz? O'tgan mijozlaringizga. Bundan oldingi loyihalarni Qaysar mijozlarimga gapiradigan gapim bor. Meni shuncha qonimni ichib, meni asab tolalarimni tor qilib o'ynab, qilgan ishlarimni hozir birovga o'zim qilganman, hammasini o'zim tanlaganman deb men sizni qilib o'tiribsizlarmi? Degim keladi. Aslida albatta bu hazil. U qaysar mijozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki o'sha qaysarligi bilan, o'sha talabchanligi bilan men
o'sganman. Tajriba orttirganman. Ular mani o'sha o'sishimga, tajriba orttirishimga imkon berishgan. Ani boshimga burib o'zimni ustimda ko'proq ishlashimga turtki bo'lishgan. O'shaning uchun bunaqa mijozlar ham kerak. Ayniqsa bunaqa mijozlar bilan sen tezroq o'sasan. Hozirgi endi ish boshlayotgan dizaynerlarga ham maslahatim, bunaqa mijozlardan xafa bo'lib, bo'ldi men boshqa ishlamayman demanglar. Bu sizlarga o'qituvchi, hayotda ish jarayonida juda ham katta saboq beradigan mijozlar. Bu mijozlar kerak. Shu mijozlar orqali biz o'samiz. Shu mijozlar orqali yanada ustimizdan ishlaymiz, haqiqatdan tajriba orttiramiz. Komila, keling, bolaligingizga qaytamiz. Dizayner bo'lishingizga nima yoki kim turtki bo'lgan? Bolaligimga qaytsak, men oilada to'ng'ich farzandman. Bolaligimdan menda mas'uliyat bo'lganda, ukalarimga qarash, keyin ota-onam ishga borishardi-da, ota-onam ishlashardi. Meni buvim katta qilganlar. Buvimni tarbiyasini olganman. Buvijonim tabiatdan juda ham nima deydi, ijodkor, ijodni yaxshi ko'radigan inson bo'lganlar. O'zi kasblari doktor bo'lganlar, lekin raqsga tushishni, haligi she'r yozishni, ashula aytishni yaxshi ko'rardilar. Baribir ijod qilishni yaxshi ko'rganlar. O'shaning uchun balkim menimcha shu buvimni boyagi ijodiy taraflarini ko'rib katta bo'lganim uchunmi yoki ko'pincha shu buvim bilan ko'p vaqt o'tkazganimda menda ham shu hisni uyg'otgan bo'lganlarmi, shu sabab buvimlar ko'proq sabab bo'lganlar deb o'ylayman. Turtki bo'lganlar deb o'ylayman. Demak, chunki uzr gapingiz bo'ldim. Chunki har bitta narsani buvim oddiy qaramasdilar-da har bitta narsaga. Shu uy ham haligi bezataverardilar, перестановка qilaverardilar, shu tinch o'tirmasdilar. Har bitta narsa bir chiroyli turishi kerak. Oddiycha bunday qo'yib qo'yilmasdi. Mana bu narsa mana bunaqa turishi kerak. O'zlarini qanaqadir bir qoidalari bo'lardi-da. Juda ham ozoda, juda ham chiroyli joylarni yaxshi ko'rardilar-da. Shu narsani ko'rib buvimda haligi har kuni shu narsani qo'yganlar-da miyamga. Har bitta qilayotgan ishing unumli va chiroyli bo'lsin derdilar-da. Mana shu chiroyga bo'lgan mehrni, his-tuyg'uni buvimdan o'rganganman deb o'ylayman. Buvim sababchi bo'lganlar deb o'ylayman. Shu har bitta qilayotgan ishimda chiroyli bo'lishini, o'sha ishimni bir ma'noli bo'lishini talab qilardilar-da. Kuchli talab qilardilar shu narsani. Shuning uchun ham menimcha shu dizayner bo'lishimga buvim katta turtki bo'lganlarmi deb o'ylayman. Tushunishim bo'yicha siz buvingizdan ko'proq tarbiya, ko'proq mehr olgansiz. Buvim tarbiyalarini olganman. Buvijoningiz hozir hayotmilar? Yo'q. Buvijonim rahmatli bo'lgan. Agar shunday imkoniyat bo'lganda, buvijoningiz bilan yuzma-yuz turish imkoniyati bo'lganda, ularga nima degan bo'larsiz? Buvijonimni juda ham yaxshi ko'rganman. Hozir meni ko'rib faxrlab o'tgan bo'lardi. Lekin qo'yishni xohlamayman bu narsani. Hozir meni ko'rsalar juda ham faxrlab o'tgan bo'lardi. Demak, ularga o'z rahmatingizni aytgan bo'larsiz. Buvijonim menga juda ham ko'p narsani, u har bitta narsadan chiroy ko'rishdan tashqari menga juda katta ilm berganlar. Dindan ilm berganlar. Menga islom dinini o'rgatganlar, Qur'on o'rgatganlar, suralarni o'rgatganlar. Hayotda o'zlariga o'xshab kuchli bo'lishni o'rgatganlar. Kichkina
kichkina bo'lishimga qaramay juda katta mas'uliyat bo'lganda bo'ynimda. 5 yosh bo'lganman, buvim bilan o'sha birga turish boshlaganimda buvim judayam yosh nogiron bo'lib qolganlar. Haligi 5 yashar qizcha ham uy ishlarini qilish kerak, buvisiga qarash kerak, ukasi, singlisiga qarash kerak. Bolaligim juda katta nima deydi, mas'uliyat bilan o'tganda. Qilishim kerak bo'lgan narsalar ko'p bo'lgan yoshligimda. Quvnoq qiz bo'lganim bilan ko'chada o'ynab, bir o'rtoqlarim bilan ko'pda o'ynab katta bo'lmaganman. Yoshligimdan mas'uliyat his qilib katta bo'lgan qizman-da. Demak, buvijoningiz har doim sizni yoningizda bo'lganlar, sizni qo'llab-quvvatlagan. Mani o'sha o'rtog'im ham buvim bo'lganlar. Mani nima deydi? Endi ota-onam ish bilan band bo'lishganda. Onam kechgacha ham ishda bo'lganlar, adam kechgacha ham ishda bo'lganlar. Men buvimga qarashim kerak, ko'chada o'rtoqlarim bilan o'ynashga unaqa ko'pincha imkoniyatim bo'lmasdi. Shuning uchun mani o'rtog'im ham, mani sirdoshim ham, mani eng yaqin insonim buvim bo'lganlar-da. Kamola, ayol kishi qanchalik sabrli, matonatli, qat'iyatli bo'lishidan qat'iy nazar, qalbida, yurak tubida ayollik latofati, mehribon ona baribir bo'ladi. Baribir ayol ayolligicha qoladi. Sizni og'ir kunlaringizda baribir sizga himoyachi, bir tayanch inson kerak. Sizni hayotingizda ana shu inson kim? Va birinchi navbatda baribir ham kimga ishonaman deganda Allohga ishonaman, Allohga tayanaman. Najot so'rayman. Adajonim, ota-onam, oyim, adam. Ko'p aldanganmisiz hayotda? Bo'lgan. Kamola, hayotda nimadan ko'proq qo'rqasiz? Hayotda Allohning nazaridan qolishdan qo'rqaman. Boshqa endi ota-onamni, yaqinlarimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Bolalarimga nimadir bo'lishidan qo'rqaman. Birinchi navbatda shu Allohning nazaridan qolishdan qo'rqaman. Kamola, bilaman bu siz uchun bir og'ir mavzu, lekin bu ham sizni bir hayotingizda bo'lagi, hayotingizda bo'lib o'tgan voqea. Yaqin kunlarda ommaviy axborot vositalarida, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda yangi xarid qilgan Tesla avtomashinangizni yoqib ketishgandi. Bu haqda hamma joyda maqolalar, ko'pchilikni tiliga tushgan bir mavzu bo'lib qoldi. O'sha haqida nima deya olasiz? Nima deyman u haqda? To'g'ri, haqiqatan ijtimoiy tarmoqlarda shu savolni ham berishinglarni xohlamagandim. Bu savolga umuman o'zi javob berishni xohlamayman. Endi mayli, ochiq muloqot deb Oydinlik kiritmoqchi edik, sababi haqiqatdan ham bir shov-shuvga aylandi bu mavzu. Menimcha ayol kishi o'z kuchi bilan, o'z mehnati bilan bir nimaga erishishi erkak kishiga nisbatan sal qiyinroq. Ya'ni komillikka yetishi. Demak, o'sha har kim ham qo'lidan kelmaydi o'shanaqa Teslani olib, misol yangi xarid qilib, hali haydashga ulgurmasdan turib, mashinangizni yoqib ketishdi. Kutmagan odamim, o'ylamagan, xayolimga kelmagan narsa bir sodir bo'ldi. Bu holat yuzaga kelganida birinchi savol o'sha aniqlik kiritishgan edi, что haqiqatan qasddan yoqilib yuborilibdi degan narsa kelganda, birinchi narsa nima uchun, kim degan narsa keldi. Nima uchun degani birinchi kelgan narsa, chunki nima qildim? Endi
ko'zingni oldidan hamma narsa o'tarkanda, nimaga, kimdirga nima qildimki, menga shunchalik qasddan shunaqa bir yomonlik qildi degan fikr keldi. Ancha bu savol qiynadi, nima uchun degan, chunki har bitta inson boshqalar haqida ham, mana o'zi qanaqa bo'lsa, boshqalar haqida ham shunaqa fikrda bo'ladi-da. Men ham hammani shu, misol uchun kimdir nimadir olsa, men xursand bo'laman. Xuddi bir o'zim olgandek xursand bo'lamanki, chunki nima deydi, voy havas qilaman, havas qilaman, menga ham nasib qilsin deyman, xursand bo'laman. Men o'ylardimki, hamma ham shunaqa. Yo'q, hamma ham unaqa emas ekan. Hasad degan narsani men shu holatda tushundim, hasad borligini. Va sani yutug'ingni, bir narsalarga erishishingni ko'rolmaydigan odamlar borligini men endi yo'q deb o'ylardim. Chunki o'sha yerda unaqa nima xodim, militsiya xodimlari so'radi, dushmaningiz bormi deganda, men judayam bir uverenность bilan yo'q dedim-da. Chunki men dushmanim yo'q deb o'ylardim. Chunki buni do'st qilmaydi-da, buni haqiqatdan dushman odam, menga yomonlik qilmoqchi bo'lgan odam qildi-da. O'sha paytda yaqinlaringiz qo'llab-quvvatlashdimi? Yaqin do'stlaringiz? Endi hamma meni bilgan odam, hamma qo'llab-quvvatladi. Boshida endi bilasiz, bu narsa tez tarqalib ketadi, har xilcha gaplar bo'ldi. Bekorga emas ekan, lekin tegi umuman meni aloqam yo'q bo'lgan narsadan kelib chiqqan, umuman. Lekin men bu holatni endi boshida ozgina anaqa bilan bir yomon bo'lgan bo'lsam, hozirgi holatda men shu holatga ham minnatdorman. Shu holat bo'lganiga ham meni haqiqatdan ko'zim ochildi. Men haqiqatdan oq qorani ajratishni boshladim. Hamma ham yaxshi, senga nisbatan yaxshi emas ekan degan fikr bo'lgani yaxshi bo'ldi. Xursand bo'lgan joyim shu molimga urgan edi. U yomonlik qiladigan odam balkim meni farzandlarimga ham o'tishi mumkin edi, yoki farzandlarim orqali yoki men o'zimni sog'lig'im orqali yomonlik qilishi mumkin edi-ku. Shu narsa bo'lmaganiga ham xursand bo'lib, Xudoga shukr dedim. Chunki u mol dunyo men uchun bir qadrli narsa emas. U topiladigan narsa. U topiladigan narsa. Uni mehnat qilib men topdimmi, yana mehnat qilib topaman. U narsadan men molim uchun achinmadim. Demak, bu yo'qotish sizni sindirmadi, aslo. Yana nabarot. Aksincha balkim o'sha sindirish uchun qilingandir. Meni ruhan sindirish uchun, menga bu yomonlik deb qilib qilgan bo'lsa ham, lekin meni bu holat yanada kuchli qildi. Yanada odamni to'g'ri ajratish, men yaxshi deb yurgan insonlarni haqiqiy asl yuzini ko'rsatdi menga. Bu holat menga juda ham katta saboq bo'ldi-da. Agar vaqt orqaga qaytarilsa, o'sha yoshlikdagi Kamolaga nima degan bo'lardingiz? Yoshlikdagi Kamolaga: sen xavotir olma. Men shu hozirgi juda kichkinaligimda ko'p narsadan xafa bo'lardim. Men o'ylagimki, "Ku nimaga menga mana shunaqa ish buyurishadi" deb juda ham ko'p xafa bo'lardim-da. Hozir yaxshiyam o'sha paytda menga shunaqa bir saboq, tarbiya berishgan ekanki, o'sha yoshligimdagi mas'uliyatni his qilishim hozirgi Kamolaga juda ham katta bir zinapoya bo'lgan ekanda. Shuning uchun xavotir olma. Hozir sen kelajakdagi Kamolaga baza yaratyapsan degan bo'lardim.
buvimlar menga nafaqat tarbiya va motivator bo'lganlar. Ikkala buvimlar ham. Men judayam bir boy inson ekanman. Ikkita buvim ham haligi judayam mehrda, ota-onam, ukalarim, singlim meni judayam mehrligini ayashmaydi, men ham mehrda katta bo'lgan qizmanda. Shu buvijonim nuqul aytardilar, sen hali katta bo'lsang, judayam xalqqa kerakli inson bo'lasan, xalqqa foydasi tegadigan inson bo'lasan. Endi kim bo'lishimni menimcha ular ham bilolmasdilar-yu, lekin judayam hali zo'r inson bo'lasan derdilar-da. Odamlarga yordaming tegadigan inson bo'lasan derdilar. O'sha motivatsiyalarimni, haligi sen zo'r inson bo'lasan, hamma narsani uddalaydigan qiz bo'lasan, qo'lingdan ko'p narsa keladigan, sen kuchli qiz bo'lasan deyishlari menimcha shu hayotda juda ko'p qo'l keldi-da. Shu programmani qo'yib qo'yganlar o'sha yoshligimdan miyamga, tushunasizmi? Toshkent kundan kunga o'zgarib boryapti. Har bir binolar, ko'chalari, landshaftniy dizayn kundan kun go'zallashib boryapti. Albatta sizni bunda hissangiz katta. Bir o'sha biz bilgan ko'chalardan qaysidir loyihalarni tilga olsangiz. Hozir ko'p tumanlarda 24 ko'chalarni tashkil qilyapmiz. Ko'p har bitta tumanda bir bittadan ko'cha tashkil qilinyapti. Shu 24 ko'chalarni qanaqa qisman hissam qo'shilyapti, shuni bir ko'rinishiga, qanaqadir bir konsepsiyasiga. Keyin mana Magic City parkida bir тоже ozgina hissam qo'shilgan joylari bor, ishlaganmiz, o'shani bezatish ishlarini qilganmiz. Fasadlarda hozir mana Obod mahalla dasturini тоже konsepsiyasini yaratib, o'sha har bitta mahallalarda bolalar o'yingohlari bormi, sport maydonchalari bormi, shularni ko'rinishi, haligi odamlar yashaydigan uylarni fasadini ko'rinishi, yangicha ko'rinish berish joylarida hissamiz qo'shilyapti. Orzuyingizdagi proyekt? Orzuyimdagi proyekt mana misol uchun bir shunaqa bir zo'r loyiha qilsamda, mana chet elda misol uchun deylik Fransiya deganda siz nima keladi birinchi ko'z oldingizga? Eyfelova bashna keladi. Misol uchun Yevropa deganda, Italiya deganda nima keladi ko'z oldingizga? Ko'z oldimga Venetsiya kelsa kerak. Lotkalar. Shu o'rda qanaqadir bir assotsiatsiya bor, qanaqadir bir narsa borki, shu ko'z oldingizga bittada shu narsa keladi. Orzuyim mana bir Toshkentda shunaqa bir loyiha yaratsam, shunaqa bir joy yaratsamda, chet el davlat fuqarolarini O'zbekiston deganda o'sha narsa ko'z oldiga kelsin. Juda ham katta bir niyat. U narsa juda ham katta maqsad. Juda ham katta maqsad, niyat, orzu. Xudo xolasa sog'-omon bo'lib tursak, Xudo xolasa harakat qilamiz bu narsaga erishishga. O'zi umuman dizaynerlik faoliyatimda maqsadim tarixda qolish, nimadir qoldirish. Mani bolalarimni bolalari, nevaralarim mana shu narsani buvim qilganlar yoki bo'lmasa mani onam qilganlar deb faxrlanib yurishligini xohlaymanda. Hozir ham misol uchun ko'chalarda ketayotganimda endi ko'p joylarimda qarab ketman, mana men qilgan yaqinda yana bir voqea bo'ldi, shuni misolida aytib beraman. Bir salonga bundan 15 yil oldin salonga borganman. Endi ayollar go'zallikni yaxshi ko'ramiz. Nima qilsak ham har doim o'zimizga qarab yurishga, nima deydi, uhud qilishga harakat qilamiz. Shu 10-15 yil oldin shu salonga borganman bir joyda.
U payt endi dizaynerlik faoliyatimni boshlagan paytim edi. U salonni egasini uyini qilganman, o'sha salonni qilganman. Kosmetolog ayol. Haligi kosmetolog ayolni salonni qilganimda endi u payt boshlagan bo'lganim uchun unaqa ko'chalarda misol uchun faxrlanib aytadigan bir obyektlarim bo'lmagan. Uylarni salon mana shunaqa mayda ishlar qilib boshlagan paytim edi. Yaqinda shu ayol yana menga endi bizda ko'pincha mijozlar qayta murojaat qilishadi. Necha yil davomida mana o'sha 20 yilgi mijozlarim ham borda. Haligi kosmetolog ayol haligacha nima olsa, uy olsami, qanaqadir bir obyekt olsa ham murojaat qiladi. Mana даже o'sha Piterdagi kvartiralarini qilib berganman. Doimiy mijozim chaqirib qoldilar. O'sha paytda qilgan haligi salonni endi o'zgartirib haligacha ham turgan ekan. Keyin o'zgartirish payti keldi, yengilliklu deb chaqirdilar. Ishonasizmi? O'sha salongacha borgunimcha haligi ko'chada endi mashinani uzoqroq joyga qo'yib, peshkom kirish kerak bo'lgan joy. Sentrda juda prям shahar markazida haligi salonga borgunimga qadar yo'lda sanab ketolmadi. Men bu maktab dizaynini qilgan ekanman. Yonida haligi bir korxona Fido biznes degan bir korxona bor. Uni dizaynini ichini qilgan ekanman. Yana yonida bir mijozimning uyi. Undan sal nariroqda bitta kafe, restoran, mahalla. O'sha salonga borgunimcha qadar bir 4 ta obyektim yo'l yo'lakasi ko'rib ketyapman-da. Shunaqa xursand bo'ldimki, mana 10-15 yil ichida уже shunchalik o'simman, shuncha obyekt qilman. Shu vaholanki o'sha salondan boshlaganman-da. O'sha salonga yana ketayotganimda уже boshqa bir qarash bilan, boshqa tajriba bilan, boshqa bir obyektlar bilan, xayol bilan bordim. Juda ham xursand bo'ldim, lekin bu narsa bilan men to'xtab qolmayman. Bu albatta bu ham kam. Kamoli, bugungi podkastimizdan menimcha yosh dizaynerlar o'ziga yarasha xulosasini olishadi. Kelganingiz uchun, bugungi podkastda ishtirok etganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni ham bildiramiz. Oxirgi savol bilan bugungi podkastni yakunlasak. Yosh dizaynerlarga qanaqa maslahat berasiz? Yosh dizaynerlarimizga maslahatim hamma bu faoliyatni boshlayotganda qo'rquv bo'ladi. Mana shu qo'rquvni olib tashlaylar. Qo'rquv bu sizlarni ijodiylarni to'xtatib qo'yadi. Agar qo'rquv bo'lmasa, tezroq erishasizlar maqsadga. Ijod qilishga ham xalaqit bermaydi. Qo'rquv bo'lishi kerak emas. Hamma narsani ilojisi bor. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Shu narsani shior qilib olishligi kerak yangi dizaynerlar. O'limdan boshqa hamma narsani ilojisi bor. Faqat bizda shu masterlar qila olmaydi, hozir shuncha chizgan narsamizni ertaga ro'yobga chiqarib berisha olmaydi deb o'zligini to'xtatib qo'yishadi-da. Shu narsani olib tashlanglar. Punktual yondashuvga ahamiyat beringlar. Shu narsani qattiq ushlaylar. Va'da berdinglarmi? O'sha bergan va'danglarni ustidan chiqishga harakat qilinglar. Mana shu narsa sizlarga mijozlarga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi shu narsa. Va ijod qilishdan to'xtamanglar. Bir taniqli Yevropa davlatidagi arxitektoriga savol berganimda, sizni eng yaxshi ko'rgan proyektingiz qaysi deganimda, keyingisi degan. Bu yerda juda katta ma'no bor-da. Nimaga keyingisi qilganlaringiz emas desam, men agar eng zo'r proyektim mana shu deb aytsam, men izlanishdan, yanada yaxshiroq proyekt qilishdan to'xtab qolaman degan. Shunga menga bu juda ham bir yoqqan bu narsa. Shunga men ham rioya qilishni boshladim. Har qatdan ham hali yosh dizaynerlarga hech qachon to'xtamanglar. Mana zo'r proyekt qildim, bo'ldi, mana shu meni eng yaxshi ko'rgan proyektim demanglar. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman yosh dizaynerlarga. Xato qilishdan qo'rqmanglar. Xato ham dizaynning bir qismi. Eng muhimi ko'chirma qilma.
his qil. Har bitta qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rib, his qilib yarating. Chunki his bilan qilingan ish har doim o'z joyini topadi.